Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimiz Rishton shahrida. Xonadon uchun umumiy quvvati 20 kW bo'lgan quyosh elektr stansiyasini ishga qo'yib beryapmiz. Mana topshirdik xonadon egalariga. Kech bo'lishiga qaramasdan syomkalarni qilyapmiz. Bu yerga Jinko panellarini uстановка qilib berganmiz. Panellarimiz 620 vatli quvvatga ega panellar. Shunaqa sifatli, chiroyli tekis qilib ishlarimizni amalga oshirdik. Hozir ichkarida invertorlar, shitlarning joylashuv qismini ko'rsatib o'taman. Hop, pastda invertorlarimizni mana chiroyli qilib o'rnatib oldik. Bu yerda oldin ham o'zi quyosh panel qo'yilgan ekan, ozgina quvvatda, lekin biz bu yerga 20 kW qilib sangroq invertorlarni o'rnatib berdik. Hop, Wi-Fi-larni ham bog'lab, hammasi chiroyli ishlab turibdi. Barcha zashtalari bilan qilib berganmiz. Zashtalari uzib, o'zini doimiy tok avtomatlari shunaqa sifatli, chiroyli ishlarni amalga oshirib berganmiz. Yana bir obyektimizni xonadon egalariga topshiryapmiz. Umumiy quvvati 20 kW bo'lgan quyosh elektr stansiyasini ishga qo'yib topshiryapmiz. Ozgina endi kunimiz kech bo'lib qoldi. Shunga qaramasdan masofamiz uzoq. Bet Rishton shahar, Farg'ona viloyati Rishton shahri. Biz endi Farg'onaga qaytib ketishimiz kerak. Shuni hisobiga kech bo'lsa ham endi syomka ishlarini qilyapmiz. Umumiy quvvati 20 kW bo'lgan quyosh elektr stansiyamiz. Bu yerda Jinko panellar, har birining quvvati 620 vatli bo'lgan Jinko panellardan foydalanilgan. Mana chiroyli qilib 37 gradus qilib quyosh panellarimizni bir-biriga soya bermaydigan holatda ko'rib turibsizlar, oralari 4 metr. Bemalol, yana ikkinchi qatori balandligini hisobiga soya bermaydi. Quyosh elektr stansiyamizni mana shunaqa sifatli qilib xonadon egalariga topshiryapmiz. Pastda hozir invertorlarimizni, zashtalari va endi quyosh panelimiz ishlab turgan vaqtda syomka qilishga ulgurmadim. Pastda umumiy holatini ko'rsatib o'taman. Pastda invertorimiz joylashuvi har doimgidek o'zini shitlari, uzib, doimiy tok avtomatlari mana shunaqa sifatli, chiroyli qilib ishlarimiz amalga oshirilgan. Endi kech bo'lib qoldi. Invertorimiz ishlab turadi. Wi-Fi tizimlarini ham o'rnatib berdik. Xudo xolasa muammosiz ishlayapti. Invertorimiz mana umumiy quvvati 25 kW ga mo'ljallangan o'zi bu. Lekin biz 20 kW o'sha 5 kW zapasning mощностini qoldirib ishga qo'yib berganmiz. Barcha ishlar amalga oshirilgan, zazimlangan ishlari hammasi mana shunaqa sifatli, chiroyli qilib ishlarimizni amalga oshirdik. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shunaqa sifatli ishlar bo'yicha o'zimizga murojaat qilinglar. Biz sizlarga sifatli ishlar va hamyonbop narxda ishlaringni amalga oshirib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.